Assalomu alaykum qadrli YouTube obunachilari, akalar, ukalar. Sizlar bilan har doimgidek Usta Sherzod jamoamiz bilan tunikafon ishlarini olib boramiz. Bu safargi ishimiz Samarqand viloyati Urgut tumani Mirzaqishloq mahallasida qilib bitkazildi. Bu ishimiz bilan bitta tanishtirib o'tamiz. Akalar, bu uyimizga umumiy hisobda 238 kvadrat metr tunikafon ishlatganmiz. Bu tunikalarimizda oq va mokri tunikalardan foydalanib, mana shunday go'zal shaklda qilib bitkazib berganmiz. Endi joyda razmerlari bilan bitta tanishtirib o'tamiz. Mana bu joyimiz 75 sm chiqqan, uzunasi 25 metrlik shapkamiz. Bu shapkamizga 45 graduslik kovra fasonda tunikafon qilib berganmiz va bizni uyga kirishimiz bilan mana shunday keng va shinam darvozaxona kutib oladi. Bu darvozaxonamizga o'rtalarini 3D, chekkalarini yashikli, eng chekkasiga ko'rib turganinglardek mana shunaqangi 56 lik daroshkalarni qilib, mana shunday go'zal tunikafonlarni qilib bitkazib berganmiz. Bu ishimizga bitta ko'rib, baho berib, yoqsa like gumburlatib bosib qo'yasiz. Xo'p, akalar, endi bizda mana shunday shinamgina ayvonchamiz bor. Ayvonchamizni oldi shapkalarini mana bunaqangi 45 graduslik fasonda, ayvonimizni ichini esa mana shuni ko'rib turganinglardek 3D fasonda qilib bitkazib berganmiz. Bu ishimizga bitta ko'rib baho berib qo'yasizlar. Mana bu ko'rib turganinglar hammasi ham svet emas, lekin bitta qaraganda svetga o'xshab turadi. Mana svetlarini ko'rib turganinglardek o'ziga yetarlicha svet qo'yib va svetni yonlarini svetga o'xshagan tunikalar bilan bezab, mana shunday go'zal chiqqan patologlarni qilib bitkazib berganmiz. Bu ayvonimizning razmerlari esa 3 metrga, uzunasi 15 metrlik ayvon. Mana bu shapkamiz 80 sm chiqqan. Bu shapkamizni ham razmeri ayvonimiz bilan bir xil. Mana bu ko'rib turganinglar 1 metrlik shapkamiz, uzunasi 15 metrlik. Xuddi mana shu ko'rib turgan, tanishtirib o'tgan joylarimizga umumiy hisobda 238 kvadrat metr tunikafon ishlatganmiz va bu ishimiz uyda egasiga 37 million so'mga qilib bitkazib berdi. Ishimiz yoqqan bo'lsa bir dona like bilan Usta Sherzodni qo'llab-quvvatlab turasiz va sizni layklaringiz bizni kelasi ishlarimizda mana shunaqangi go'zal videolar qilishga inshaalloh foydasi tegadi degan umiddaman. Sog' bo'lasiz, salomat bo'lasiz. Sizlar bilan Usta Sherzod. Keyingi videolarda ko'rishganda ko'rishguncha.